Xitoyda mashhur bo'lgan kompaniyalardan biri bu Geely kompaniyasiga tegishli bo'lgan avtomobil. Geely Dehao hisoblanadi. Avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Avtomobilimiz bosib o'tgan masofasi 34500 km masofa bosib o'tgan. Texnik holati yaxshi, soz holatda. Avtomobilimiz ichki qismi to'liq koja bilan qoplangan. Interyer qismimiz shunaqa minimalist ko'rinishda, priborlar paneli, Android monitor, bir zonali klimat kontrol, qo'shimcha javon, selektor qismimiz mana shunaqa ko'rinishda hamda ikkita pastakannik. Orqa qismimizda ham joy yaxshi, vozdux havo chiqarib qo'yilgan, qo'shimcha bitta USB port. Orqani ko'rish uchun bitta kamera, sensor datchiklari mavjud. Xona qismi ham keng. Avtomobilimizni kelib ko'rib haydab, avtosalonimizdan $14,000 evaziga xarid qilishingiz mumkin.